Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Yana obzor davom ettiryapmiz. Sizlar bilan mana peska ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hozirda 850 mingdan beryapmiz, lekin optim oluvchi do'konlar bo'lsa, bemalol chiqaringlar, ularga arzonroq qilib beramiz. Sababi 10 ta 20 ta oladiganlar bo'ladi. Bemalol nimaga chiqarasizlar. Test sinovlari ham bor, videolar ham qo'ydik. O'sha sinov muddatlari bo'yicha lavhalar sekin-asta ko'rib boraverasizlar. Qo'yib boramiz hammasini. Sinovdan o'tkazganlarimizni. Mana bu ekopechka hisoblanadi. Qo'lqoqlari ochiladi. Bu yerdan mana bemalol o't qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu yerdan o't qo'yiladi. Past keyin buni yopib bo'lganingizda, o'sha aytganimdek o'tni qo'yib bo'lganingizdan keyin mana uni ochasiz. Shunda bemalol pastki qismidan havo berganingizdan keyin bemalol yonib isitishni boshlaydi. Hozir 3 xonali kvartiralar, 3 xonali mana shunaqa uylarga, kottejlarga katel sifatida qilib o'rnatib berishyapti. Uni ham tashlab bering desangiz, shuni silkalari bor, tashlab beramiz. Qanaqa qilib ular montaj qilgan hamma yo'g'i bor. Shularni ham qo'yib beramiz sizlarga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana Xudo xolasa buni ham davom ettiramiz. Mana shu holatda telefon qilaverasizlar. 90lik 533 56 53 raqamimiz. O'zbekiston tumani Yaypandan Qo'qonga yaqin joyda joylashganmiz. Qo'qondan 20-25 kilometr chiqadi. Telefon qilaverasizlar. Ismim Sherzodbek. Ekopechkalarda mukammal svarkalari o'ta baquvvat, hamma yo'g'i joy-joyida. Telefon qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Объемga aytganimdek chiqarib beramiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 850 mingdan sotyapmiz. Объемga umuman boshqa narx bo'ladi. Kelishtirib beramiz. Bitta ikkita olganlarga 850 so'm beriladi. Sog' bo'ling. 90lik 533 56 53